Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari, retro futbol muxlislari. Barchangizni Xitoyda o'tkazilgan 23 yoshlar o'rtasidagi Osiyo Kubogi final bahsiga taklif etamiz. Unda O'zbekiston hamda Vyetnam olimpiya terma jamoalari o'zaro to'qnash keladi. O'ziga xos qiziqarli va biz uchun g'oyatda muhim uchrashuv. Sababi aynan mana shu turnirda, aynan mana shu finalda Ravshan Haydar boshchiligidagi o'smirlar terma jamoamiz o'ziga xos tarix yaratgan edi. O'zbek futbolida yangi davrni boshlab bergan. Aynan mana shu turnir orqali porlagan bir qator futbolchilarimiz keyinchalik o'zining yulduzli davrlarini boshlagan edi va aksariyati hozirda milliy terma jamoamizda harakat qilib kelmoqda. Uchrashuv hakami Muhammad Taqiy soatlariga qaradi va fishtagini chaldi, o'yinni boshlab bermoqda. Doston Hamdamov burchakdan uzatma imkoniyat, zarba yo'llanyapti va Rustam Ashurmatov o'yinning 8-daqiqasida hisobni ochyapti va terma jamoamizni oldinga olib chiqmoqda. Ajoyib gol, ajoyib ishlanma. Doston Hamdamov tomonidan ideal pas va Ashurmatov kerakli nuqtada paydo bo'lyapti va bosh bilan zarba yo'llagan holatda hisobni ochyapti. Golni takroran ko'ramiz. Doston Hamdamov o'zining yubileyum pasini amalga oshirdi va Rustam Ashurmatov jarima maydonchasi ichida haqiqiy himoyachilarga xos ravishda bosh bilan gol uryapti. Odatda bunaqangi noqulay ob-havo sharoitida himoyalanish talab qilinmaydi. Qaytanga hujumkor futbol bilan raqibni jazolash kerak. Mana bunday standartlardan foydalanish talab qilinadi. Bruno do'stlar. Birinchi taymning so'nggi daqiqalari Vyetnamda imkoniyat, ehtiyot bo'lish kerak va Nguyen Quang Hai jamoaning yetakchi va sardor futbolchisi hozir hisobni tenglashtirib ketyapti. Boya aytganimdek, noqulay ob-havo sharoitida o'ynash deyiladi bu. Standartdan foydalanyapti. Vyetnam ham boya biz burchakdan uzatib berilgan to'pni golga aylantirgan edik. Bular endi standart vaziyatdan individual mahorat egasi Nguyen Quang Hai tomonidan urilgan gol bilan hisobni tenglashtiryapti. Bu yerda Botirali Ergashevni aybi umuman yo'q, chunki bunaqa havoda to'pni trayektoriyasini ko'rish qiyin bo'ladi. Mana takroran ko'rishingiz mumkin. Jonli devor to'g'ri o'rnatilgan va hattoki Botirali to'pni nuqtasini topgan, ammo barmoqlari yetmay qolyapti. Va endi biroz mukammal zarba yo'llandi deyishimiz mumkin. 9lik nuqtasini topgan Vyetnam futbolchisi va gol urgan holatda hozir hisobni tenglashtiryapti. Birinchi taymning so'nggi daqiqalari o'tib borayotgan bir vaqtda. Ikkinchi bo'lim boshlanish arafasida do'stlar, Muhammad Taqiy fishtagini chaldi va ikkinchi bo'limni ham boshlab beryapti. Biznikilarda to'p, xavfli vaziyat, jarima maydonchasi ichida Sidiqov to'pni zo'r to'xtatdi, zarba. Save va hozir Sidiqov zarbasi-ku mayli biroz kuchsiz bo'lgandir, lekin to'pni to'xtatishiga ahamiyat bering. Ajoyib ijro, 10-raqamlilarga xos ravishda, uni ham raqami 10. Mana bunday individual mahorat bilan to'pni to'xtatdi va zarba yo'llayapti. Bu yerda esa darvozabon save amalga oshirdi. 61-daqiqa o'tib boryapti. Biznikilarda to'p chap qanotdan Tursunovning uzatmasi, zarba yo'llash kerak va Zabihullo O'rinboyev qulay imkoniyatdan foydalana olmayapti. Menimcha sirpanib ketdi yoki kutmadi to'pni aynan uning oyoqlariga kelib tushishini. Chap qanotda mana bunday kombinatsiya amalga oshirilgan edi va Tursunov ajoyib pasni uzatgan edi. Zabihullo O'rinboyev jamoa to'purari mana bunday vaziyatdan foydalana olmayapti. Qulay imkoniyatida 2-1 ga o'zgartirishimiz mumkin edi. 119-daqiqa o'tib boryapti. Ekstra taymlarning so'nggi daqiqalarida bizda qulay imkoniyat yuzaga kelyapti. Standart vaziyat, burchak to'pi. Birinchi taymning dastlabki daqiqalaridagi burchak to'pidan unumli foydalanib ketgan edik. Ruxsat berildi. Sidiqovning uzatmasi. Andrey Sidorov hisobni 2-1 ga yetkazyapti va terma jamoamizni ko'p ehtimol Osiyo chempioniga aylantiryapti. Tarixiy kunda, tarixiy sanada tushganiga 3-4 daqiqa bo'lgan. Mana bu Andrey Sidorov dastlabki teginishidayoq gol muallifiga aylanyapti va mana bu qorako'z futbol muxlislarimizga ajoyib sovg'a taqdim etyapti. Sovuqni sovuq demay qo'llab-quvvatlashdi muxlislarimiz va mana bunday tuhfa taqdim etyapti Sidorov.
Muzladi vyetnamliklar, muzladi. Andrey Qo'qon 1912 futbolchisi o'tgan mavsum rosa tanqid qilingandi va 3-4 daqiqa ichida mana bunday golga mualliflik qilgan holatda tanqidlarni sindirib tashlayapti va qahramonga aylanyapti do'stlar. Topilma tushdi va gol uryapti. Bu Ravshan Haydarovning o'ziga xos topilmasi va yurishi bo'ldi deyishimiz mumkin. Chunki Ravshan Haydarov uni aksariyat o'yinlarda hattoki maydonga tushirmagan edi va asrab qo'ygan ekan finalga. Mana bu golni finalga asrab qo'ygan ekan. 2-1 Ravshan Haydarovning emotsiyasi, yurakcha shaklidagi gol nishonlash. Qo'shib berilgan daqiqalar ham o'tib boryapti. So'nggi daqiqalar Muhammad Taqiy Chalendov ushtagini va o'yinga yakun yasab berilyapti do'stlar. 23 yoshlar o'rtasidagi Xitoyda o'tkazilgan Osiyo Kubogi finalida Ravshan Haydarov boshchiligidagi o'smirlar terma jamoamiz, Olimpiya terma jamoamiz o'ziga xos tarixiy natijani qayd etyapti va Osiyo chempioniga aylanyapti. Andrey Sidorovning oltin golini evaziga mana shunday qorli kechada, qor jangida, biz tarixlarda o'qiganmiz loy jangini, lekin endi keyingi avlod qor jangini ham bir qur eslab qo'ysa, kuzatib qo'ysa mana bu o'yinni zarar qilmaydi. O'zbek futbolida turli xil avlodlar chiqqan. 94-yilgi Osiyo o'yinlaridagi Xirosimadagi avlod Qosimovlarning tarkibi eng yaxshi deyiladi. Unda ham chempionlik bor edi. 2011-yilgi Abramovning tarkibi Osiyo Kubogida garchi chempionga aylanmagan bo'lsak-da, ajoyib yorqin ishtirok etgan edik. Meksikadagi oltin avlodimiz. To'g'ri, u avlodimiz keyinchalik yo'qolib qoldi. O'ylaymizki, bu tarkibimizda unday holat kuzatilmaydi va terma jamoamizning o'zagi sifatida keyingi jahon chempionati saralashlarida yordam beradi. Andrey Sidorov yig'layapti, quvonch ko'z yoshlari, chunki mana shunday o'yin namoyish etdi. Tushdi va gol urdi. Uning oltin goli g'alaba taqdim etyapti. Bu avlodni unutmaymiz do'stlar. Bu chempionlikni umuman unutmaymiz. Xitoydagi 2018-yilgi Osiyo Kubogi finali deb eslaymiz.